Bismillah, alhamdulillah, va salatu vassalamu ala rasulillah. Savol: atrofimdagi ba'zi insonlar har gapida vallohi degan gapni ko'p ishlatadi. Vaholanki, vallohi deyishlik Allohga qasam deb aytishlik. Mana shuni hukmi qanday bo'ladi? Ko'p qasam ichishlik qasamxo'rlikka kirmaydimi? Islom dinida qasam ichishlik o'rinlari juda ham muhim bo'lgan o'rinlardagina ishlatiladi. Masalan, qozi bir shahodatni talab qilganida va shahodatni haq gapirishlikka qasam ichib yoki bo'lmasam o'zidan bir aybni dalili isboti kelmagan o'rinda shu aybni o'zidan yiroq qilib oqlashlik uchun qasam ichiladigan o'rinlari bor. Yoki Qur'onda va hadislarda kelganidek qiyomat kuni aniq bo'ladigan narsalar haqida qasam ichishlik bor. Qasam ichishlikni har qanday o'rinda ko'p ishlatilishligi islomda joiz emas. Balki bu haqida mazammat qilib bir necha oyat va hadislar kelgan. Alloh taolo Moida surasining 89-oyatida "Vahfazu aymanakum" qasaminglarni saqlanglar degan oyatda bizga qasamlarimizni ko'p ichmaslik, qasam ko'p ichishlikdan saqlashligini va mana shu ichgan qasamlarimizni to'g'ri narsaga qasam ichib, so'ng esa shu narsaga vafo qilishlikka Alloh taolo saqlanglar deb buyurdi. Va hadisda ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir juda ham qo'rqinchlik holatda ko'p qasam ichuvchilarni yoki yolg'on qasam ichuvchilarni shunday bir qo'rqinchli so'zlar bilan aytganlarki, 3 kishi bor, salasatun la yukallimuhumulloh va la yuzakkihim va lahum azabun alim. 3 kimsa bor, ular bilan Alloh taolo qiyomat kuni gaplashmaydi va ularni poklamaydi va ularga alamlantiradigan azob bor dedi. Bu uchalasi yoshi o'tgan qariya zinokor va kibrlik kambag'al va shunday bir kishiki Allohni o'ziga mato qilib oladi. Sotib olsa ham faqat qasam bilan sotib oladi, sotsa ham faqatgina qasam bilan sotadi. Ya'ni bu Allohni mato qilib oladi deganidan maqsad bu narsa sotsa ham vallohi shunday sotib olganman, vallohi bu Allohga qasamki bu zo'r narsa, Allohga qasamki buni shuncha pulga olganman, Allohga qasamki bu zo'r mato, olmasangiz bo'lmaydi deb turib, Allohga qasam ichishlikni mana shu o'zini qo'lidagi matosi o'tib yaxshi sotib olishlik uchun bir ishlatadigan narsa bo'lib qolgan. Har gapida vallohi zo'r narsa, vallohi meni narsam eng zo'r, vallohi eng arzoni menda deb turib, har gapida Allohni o'rtaga qo'yib qasam ichuvchi kishini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qiyomat kuni gaplashmaydi ham, poklamaydi ham, unga alamlantiradigan azob bor dedilar. Bu juda ham qo'rqinchli narsa. Har narsasida qasam ichishlik bu nima? Gunoh kabiralardan va harom qilingan amallardan. Boshqa hadisda, sahih hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, ummatimni eng afzal odamlari meni asrim dedilar, sahobiylar asri. So'ng undan keyin kelganlar deb hadis gapini to'xtatdilar. So'ng hadisni rivoyat qilayotgan Imron aytayaptilarki, so'ng ulardan keyin shunday bir qavm, so'ng Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, so'ng ulardan keyin, ya'ni meni asrimdan keyingi keladigan 3 ta asrdan keyin shunday bir qavmlar keladiki, guvohlik so'ralinmasa ham guvohlik berishadi va ularga omonat beriladigan bo'lsa xiyonat qilishadi, nazr qilib vafo qilishmaydi va ularda qorni zohir bo'ladi. Ya'ni faqat qorinlarini o'ylaydigan, qorin qo'yib olgan odamlar keladi. Mana bu yerdagi bizga kerakli narsa, guvohlik so'ramasa ham guvohlik berishadi. Ya'ni bulardan guvohlik bergin desa, yo'q, bulardan o'zi talab qilinmadi. Bir qoziga chaqirib shu haqida bir guvohlik bering deb so'ralinmasa ham, vallohi deb turib qasam ichib shu bo'lgan narsani aytib beraveradi. Vaholanki qasam ichib bir narsani aytib berishlikni faqatgina qozi chaqirib so'raganda aytilishligi kerak edi. Bu esa o'zidan o'zi qasam ichib hamma narsani qasam bilan aytaveradi. Buni ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mendan keyingi keladigan yomon qavmlar deb mazammat qildilar. Bu hadisni yanada boshqa bir hadisda keladi, yanada bir tushunarliroq bir matni Abdulloh ibn Mas'ud rivoyat qildilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, eng afzal odamlar mening asrim, so'ng undan keyingi kelganlar, so'ng undan keyin kelganlar, so'ng undan keyin kelganlar dedilar. So'ng endi yomon qavmni aytib turib, so'ng shunday bir yomon qavm keladiki, ularning guvohliklaridan qasamlari o'tib ketadi. Ya'ni bu gapning ma'nosi
bular hali gapirmasdan turib qasam ichadi va gapirgandan keyin yana qasam ichadi. Ya'ni bular qasam ichaveradi va qasam ichaveradi. Vaholanki bulardan hali qasam ichishi talab qilinmadi. Qasam qachon ichiladi? Bir inson bir narsa gapirdi, bunga ishonmagan o'rnimizda Allohga qasamki, meni mana shu aytgan gapim rost deb o'zini gapini isbotlashlik uchun qasam ichiladi aslida agar joiz bo'lsa. Ammo bu inson talab qilinmasa ham qasam ichaveradi. Allohga qasamki shunday bo'ldi deb bir narsani boshlaydi-da, tugatgandan keyin yana vallohi shunday bo'ldi deb yana qo'shib qo'yadi. Bundan o'zi biz bu insonni sizga ishonmayapmiz demadik o'zi. Bundan biz qasam ichishni ham talab qilmadik. Lekin bu inson qasam ichishlikka o'rganib qolganda qasam ichaveradi. Mana bu insonni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mendan keyingi keladigan yomon bir qavm dedilar. Demak, qasamxo'rlik, ko'p qasam ichishlik talab qilinmagan o'rinda har gapida qasam ichaverishlik bu shariatimizda mazammat qilingan, joiz bo'lmagan amallardan. Endi biz bir voqelikka ham qarashligimiz kerak. Xossatan Shom jihodida turibmiz. Ha, biz aytganimizdek yuqorida ko'p qasam ichishlik talab qilinmagan o'rinda hadeb qasam ichishlik bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shahodati bilan yomon insonlarning odati. Lekin mana shu ba'zi Shom diyorida bo'lsin yoki ba'zi bir arab diyorlarida bo'lsin, vallohi degan gap qasam o'rnidan qasam bo'lgan bir ko'rinishidan chiqib ketib qolgan. Insonlar vallohi deganida qasamni maqsad qilmasdan har gapini orasida valloh deb gapiradigan bir odat bo'lib qolgan. Bundan qasam ichding deb so'rasa, hatto o'zi ham yo'q men qasam ichmadim, balki bu vallohi deb aytishlik bular uchun bir odat bo'lib qolganki, har bir gapida boshida ham oxirida ham vallohi deb qo'yadi, lekin bular qasam degan narsaga e'tibor qaratmasdan qasam emas deb e'tibor qilishadi. Agar qasam ichsalar, Allohga qasam ichaman, uqsimu billahi deb aytishadi yoki vallohi billahi tallohi deb qasam o'rinlarini hammasini aytishadi. Mana shundagina ular biz qasam ichdik deb o'ylashadi. Ammo vallohini o'zini ishlatganda qasam ichmadik deb o'ylashadi. Bu holatni tushunishlik uchun aytilingan narsaki, atrofimizdagi insonlarning hammasi ham valloh deganda qasam ichdi degan narsani e'tibor qilishmaydi. Lekin albatta biz insonlarda odatiga emas, shariatni nima dalillariga qaraymiz. Bu narsani joiz ekan endi bo'laveradi, ko'z yumishlik degan emas. Insonlarga shu narsa tushuntirilishi kerakki, mana bu vallohi degan gapinglar bu shariatda qasam, shu narsani qasam deb e'tibor qilinglar. Har gapinglarda Allohni o'rtaga qo'yib qasam ichmanglar degan narsani biz nasihat qilib, odamlarga chiroyli ko'rinishda yetkazishimiz kerak. Lekin shularni ham voqeligini bilishimiz kerakki, bu insonlar vallohi deganida nima qasamni ko'zda tutishmaydi. Ammo boshqa millatlarda, boshqa o'rinlarda va o'zimizni atrofimizda yurgan paytda hadeb ko'p qasam ichadigan insonlarga mana shu mazammat o'rinlariga mana shu hadislarga tushib qolishligini eslatib, ko'p qasam ichishlikdan birinchi bo'lib o'zimiz to'xtab va boshqalarni ham to'xtatishlikka harakat qilishligimiz kerak. Vallohu a'lam.